Sen bir marta mo'yka qilsang 1 yilga yetish kerakmi? Oyog'ingni arsang chiqasan, bo'lmasam peshko'l ketasan. Oy, mana ertadan dush qilib keyin chiqasan demasang bo'ldi. Sandaqa kirag'ini birinchi ko'r. Sen mashinangga chiqishdan bir marosim bo'ldi. Hayda. Nima, pechda ishlaydimi? Jonivordan mashinami? Rasmni ko'payib ketyapti. Rasoda. Hech bo'lmasa sen tezroq yur. 25 da ketyapsan. Toshkentga tushunib ketamizmi? Yo'l bo'm-bo'sh. Radarlar tiqilib o'tibdi. Bitta radarim bor, to'lashim kerak. Men to'layman. Hech o'zi 60 yur, 60 yuraylik. Senga prava bergan kam o'sha onasini yemsin. Yo'q onasini yemsin. Radar. To'xta, itarib o'tamiz. To'xta. 100 ming tashladim, 600 so'm bo'pti. Kimning telefoni? Meniki. Ulgurmay qoldim. Nima bu? A telefon? Shuni olyapsan. San ham sindiruvchi. Mani paypon ichidan. Senga buncha hayot qiyin bo'lib ketdi. Sal yashagin, ozgina ahvolni qara. Nima qil deysan, bu radarlar, telefonlar sinishi jonga tegdi menga to'g'risi. Telefon Honor ol, Honor X9D degan telefon chiqqan. Ha shunaqa sinmaydi, batareykasi bomba, tushunasan? Bitta zaryad qo'yasan, yuraverasan. Suvga, changga chidamli, o'n qara. Ko'rdingmi, o'n qara. 2,5 metrdan tashlab yuborsang ham ishlayveradi. Suvga tushib ketsa ham, changga tushsa ham, shundan olib ishlar. O ezilib ketdim, seni ko'rib. Balaqa ketding. Honor X9 dan men ham bir dona olay. Bu telefoning chexoli qolib ketdi.